19-kun azizlarim, barchaga assalomu alaykum va xayrli tong. Kunlaring yaxshi, chiroyli, ko'ngillaringdagidek o'tsin. Bugun biz mana shunaqa qilib bir ko'chalarga chiqib aylanib keldik. Havo mana shunday chiroyli, sayohatchilar yuribdi. Qushudasi bu. Qushudasi juda ham chiroyli joy ekan. Xudoga shukur, Allohimga ming shukurlar bo'lsin. Bu yerlarga kelganimdan umuman pushaymon emasman. Ishoninglar, shunaqa chiroyli joyda yursam ham, shunaqa nima oti yaxshi sharoitda bo'lsam ham, sharoiti ham yaxshi, yomon emas. Lekin baribir ham o'zimni yurtimni sog'inaman. O'zimni yurtimga ketgim keladi. Shunchalar ketgim keladi. Oldin shunaqa joylarni ko'rib, voy, men ham borsaydim deb havas qilardim. Hozir esa hech narsa odamni o'zini uyiga teng kelmas ekan, o'zini yurtiga. Men buni musofir bo'lganimdan keyin anglab yetdim. Hech narsa dedim, odam o'zini yurtiga teng kelmas ekan. Hech bo'lmaganda $500 berganda edi o'zimizni yurtimizda topsaydim, umuman chet davlatga qadam bosib chiqmasdim. Mayli, shunisiga ham, shu kunlarni ko'rsatganiga ham, shu kunlarga yetkazganiga ham shukur. Sog'lommiz muhimi. Hammaga sog'lik, salomatlik. Keyingi videolarimda ko'rishguncha azizlarim, hammalaring Allohimga omonat bo'linglar.